Bunda bu baza aylanmağın uzak oldu ki. Oy şu, siz keşke şirket maaşları bile aldıraçta yapıp yürüseniz. Ağı tuluk oturdu bu loğan raylada bir saat şimdi var diyadınız bana. Kaysı rayla? Elki aldıkata tamak yiyen rayla şu mu? Şu esim geldi. Kaysı gün uçuruşup kayıp para alışıp kalgandık da. Galeti bir gaplarını kıldı. Falan yerim yok. Nimdeydi o? O yo'ldoshilar shu Tulg'oturdan boshlab yurganda, hammamiz bek havas qildik bir juftlarga. Keyin to'y qilib, do'stim shu yo'ldoshini, oilasini deb xizmatdan voz kechdi. Oila ayoli bo'lib uyda tug'ildi. Shu ansam yaqinda yo'ldosh sirtga qarab qoldi. Oy bu acayip eskinimkina o. Onda sırt qaraydigan adam dastlab muhabbatlashib nim qildi. Shuni birdan sizlar axirlarning hammanglar o'xshaysizlar. O'tin, siz mendungo gumon qilib yurgansiz, a? Bəziməyidiğən müşük yox dəbdi ki. Benim çoğanda aşpazlık doymayan müşükler hamam bir gün çaşqan doğrusun zəhərləndi. O'tin bu bana işenmey otamsız değil mi? Siz benden gumonlanıp qo'yib yurgansiz? Kim biladi o sizin sırt neymişlərini qıb yurgununuzunu? Aqrab, sizga va'da beray. Sizdan boshqa hech qanday bir qizni qaraydigan bo'lsam, men odam emas bo'ldi. Oy ma'qul, sizga o ishini amallikin sirtdagi tulkichilarga shangil olmaydi-da. Sirtdagi tulkichilarga qaraydigan bo'lsam, men chaqmoq suq qo'yasam bo'ldi. O'sha gapingiz yodingizga chiqsin, ha? Xotirjam bo'ling bo'ldi. Ma'qul, men bu narsani joyishtirib chiqaman. 进入我们第二个篇章，成。Vay, hemen öyle. Nima? Hazırlama? Ha, ma'qul. Ben hazırlı burayı. Ha. Mühim bir xerida telefon qilib kel. Beribdi kelmay qildi-da. Mushuk geçtim ha? Bek uyib deyman. Keçdi qaytib kelasiz? Başqa şey yo'qda? Yo'q, Ben ketdim debsan. ha, zoldura qaytib kelasiz.
ketdim, talaba so'rab. Ne hazırsan soğuk. Dilber. Ha, adaş neymiş qadisa? Ama uxlayotgandim, adaş. Uxlab bo'ldingmi? Qanday bir ishing bormidi? Ha, yo'q, boshqa ish yo'q. Sen neymiş qadidiki deb telefon qilgandim. Bugun mijozim yo'q, balduroq aramag'andim, sen balduroq aramag'in. Rahmat adaş. Ma'qul. Yaxshi tush ko'rgin. Ma'qul adaş, xo'sh. Mamnun. Nima ichaysiz? Acep qo'rqatdingiz. Voy, tek uxlamabsiz-ku. Sizni saqlab qoldim. Azroq ishim chiqib qolgan. Ayılib qoldim. Ben uxlab beray, ya. Geldi çamlarını sörep. Buraya mı aldınız mı? Ha, do'stim bilan kelishib qo'ygandim. Birga sayohat qilib o'ynab kelaylik. Voy, necha vaqtim unda gap qilmagandingiz-ku. Qanchaqni oldirashtirsangiz? Ya shunda bo'lsin-ku, men sizning eringiz bo'lgandikan. Ayirdirumga o'z qo'lim bilan apirib, yo'lga sepib qo'ysam yaxshi bo'lardi emasmi? Bunday yaxshi bo'lmangiz kerak. Bundoq bo'lsa kelagicha o'zingizni asrang, tomoqlarni ishimiz sirtlarni qalaymuqa yurmaysiz. Shundoq bo'lsa o'zingizga sal diqqat qiling. Ma'qul kelgan ko'rishaylik. Voy, bu Yana ansirayapman. Nimadan? Arzu uyga kelib qolarmikin deb. Kasgan mamnun. Men qachon tushirib yurmoqchidingiz? Siz bekla oddiy chaqlaydi ekansiz. Agar bu holat uyga kelib qolsa,
Kelsin. Canım. Kaçıp ketip tamak itemsiz. Mana yeygan narsa. Bu samsiyam da? Manda. Ha, maqbul. Samsiy seçmeyelim. Seni izlep gelgen adaş. Şu yo'qkensa shu o'ltirib turdi. Ha, sizni izlab ketdik shu. Seni izlep gelgen adaş. Şu yo'qkensa shu o'ltirib turdi. Ha, sizni izlab ketdik shu. Men izlab kelganmidim. Ha? Telefon qilmabsan qo'yamsan. Telefon qildim adaş, telefon qilsam etikka. Vaqt sizchi? Shirkatda aldirash ishim bor, avtobus turib uyda paydo bo'lib qolibsiz. Ha, aldirish ish botdi, uyda bir narsa o'tib qolibdi-ku shuni. Kim o'tib qolibdi? Adaş, nemişlarni o'ylayotganini bilmadim. Lekin qara, sen o'ylagandek emas bu ishlar. Sen buni qanday o'ylayotganingni bilamsan? Uyga bir narsa og'ir keldingizmi yoki mening o'rnimda yaqin do'stimni yaxshiroq kutib olay deb keldingizmi? Adaş xato tushunib qolibsan. Men ishkonni oldiq kelsam, balki shuning bilan tankirib o'ltirgan vaqtimizda kirib qoldim. Ha, shu sizlar xato o'ylab qoldinglar. Sizmi shu? Sizlar qachongacha o'yin qo'ymoqchi? Meni ahmoq chaqlayotgamsizlar? Yerim kechida cho'ng xaridorim bilan ko'rishmay deb chiqib ketdingiz. Kendinizden çıksam sizin görüşmekçi olan çoğun xaridoringiz dal meni yaqin do'stim sen uchun sening Muratning mashinasiga chiqqaningni ko'rib turib telefon qilib nima ish qilyapsan desam, adash men uxlab qoldim dedi. Bo'pti dedim. Xijil bo'lmay bizning to'y xotir kunimizda men eng yaxshi ko'radigan zanjirni Dilberga sovg'a qilibsiz. Mening do'stim bo'lgan sen xijil bo'lmay mening oldimda ash zanjirni ko'z-ko'z qilib, o'g'il do'stim sovg'a qildi dedim. Buni qilib bo'pti dedim. Qahvaxonadagi menga ataqan xushalliqlaringizni mening yaqin do'stim bilan men eng yaxshi ko'rgan odam men uchun tayyorlig'a o'xshaydi debdimi? Amaliyotda ishqonlarning uchrashishiga daxl qilgan odam dalman. To'g'ri. Güzel. Jim turing, yaqig'ili qo'ying meni. Qara. Hamma ishlarni bilib qo'ygan. Lekin bu kechikib qoldi. Biz ikkimiz yugurib pek uzun bo'ldik. Biz bir-birimizni pek yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz? Undaq bizning do'stligimiz-chi? Biz do'st emasmiz. Pek yaxshi ko'rgansizlar. Undaq bo'lsa ikkimizning o'tirishga mehr-muhabbat. Mehr-muhabbat o'qitaman seni bir so'zda. Yaxshi ko'ramsan? Bo'pti, yaxshi ko'rsa. Lekin menchilik yaxshi ko'raramsa? Bo'pti, yaxshi ko'rsa. Lekin nima ish qilib turaverdim? Menchilik yaxshi ko'rayoldingmi? Men siz uchun ishni qilib berandimmi? Sen onu nima ish qilib berding? Sattalatini ko'z tushdim boshqa. Sen nima qilib beralamsan? Men nima qilib beraman? Ha, buni qilib beralamsan? Sen turqingga bir qarab beqib, anonkin gap qilgin menga. Nambek tashiyibsan. Mush so'zlar mening eng yaqin do'stimning og'zidan chiqatamda, Dilbar. Men seni bunchalar pastkash bo'lib ketganingni o'ylab baxtliman. Pastkeşlik? Bu pastkeşlik emas, bu degan bir muhabbat. Muhabbat? Qurib kelsin undaq muhabbatlar. Sendek meynatga gap qilib, tilimni ko'ydi, Dilbar. Meynat? Meynat. Mana meynat degan atab qoldim. Meynat. Bururroq oxirlashtirib bilmaysiz. Nega oxirlashtirdim? Men meynat emas, men bir oshiq. Eringga oshiq bo'lgan bir oshiqman.
Siz Ornağını boşluğa yəqin gəldin Arzu. ornumni boşlamdı. Sonra Ben ornumni boş tuttum burun. Ben yedinle bağırıyorum. Hayat hocayım. Şu yanımız. şu yadını bolsun bu öy sının əməz. Bu yaxın. Bu yakna. Sonra yoxulduğu adam sən. Kız uqanmay qalmama qandaq. Yadını bozsun. Ben hayatlı bolduken ben. Ma öyünün ilgisi fakat ben. Mən qaramam. Ben qara. Dadam bilen menen sen üçün qalırız. Qançılıkni özün bilirsin. Ay. Hem bir nərsini ayırıb qağalaq sonra bu şu aşığın sana əmrə bulalım. Bulam. En yaxşısı şərməndiçilikim. Xalq aləmə yeyilib gəlmisən desəm. Sən yoxal. Mən yoxulam de. Doğru. Kulunu koyuver. Ma öydən çıxdı de. Kulunu koyuver. Çıxma öydən. Kulunu koyuver. Çıxdı de. Murat. Gel kılım. Murat. Kulunu koyuver dedim. Siz bu bunaqısınız qanday oldu? Sırt soğuk dursa, bu soğuk taşına quvlab chiqarasınız bulamda. Sen salqıb yürgən aqidəm. Özümdə yox al yine. Yox pasına. Man qara. Mağda qaysı gün nimələrində bəbdəgəndin? Hə? Bir ömür bəxtlik xatırcam ötümüz degəndin o. Əmdi mən nimə valdan qaldım da? En yaxşısı, için ağır ketken bolsa sen mi bu öydün yoxa? Senin ikinci körək gözüm yok. Hayvan!